Shunda borib qabilingizda o'tirdim. Yo qabilingizga kirmoqchi bo'lib turdim, mana xafa qildingizda. Nima bo'ldi? Unda eshikni ochib qarasam, Obidjon o'tiribdi. Qabulxonangizda. Ha. Doktor, bir minutga deb sizni chaqirsam nima dedingiz? Nima dedim? Kechirasiz, xafomiz. Hozir men Obidjonni tishini ko'ryapman. Uni bo'yi pasosi ham shuncha uzun ekan. Sizcha xalaqit bermaydiring, hozir Obidjonnikini aralayapman dedingiz-ku. Va yaxshi ham Obidjonnikini aralagan ekanman. Ha. Uchidan kesib, siznikiga ulab qo'ydim uka. Tirikchilikda. Bitta maslahat bor sizga. Qanaqa maslahat? Mana o'rnini yotib tish doktorini ochibsiz, jicha biznes bilan ham shug'ullaning aka. Qanaqa qilib? Sizni oldingizga tamomiy tish og'rig'i odamlar keladi. Ana O'shanda maslahat berib turing. Tish og'rig'ining sababi nima? Haftada yuvib turish kerak, qarash kerak deb 3-4 so'm pulini olib pasta berib tursangiz bo'lar ekan. Hatto nima qilsam? Pasta berib tursangiz bo'lar ekan. Zubnoyni ham qo'shingda endi, zubnoy pastani. Zubnoyni qo'shsam cho'tkasini ham so'raysizda. Qana kelganlarga nasihat qilyapman. Tishlaringni yuvinglar, tozalanglar deyapman. Lekin mana sizni tishingiz qiynayapti-da. Nimaga? Qanaqasini solsam ham erib ketyapti-da og'zingizda. Laqabga tashash yo'q. Yo, men sizga qadrdonim, akam, ustozim menga haqiqiy toza tishlarni sopqo'yadi deb yana bir bora adashdim-da aka. Nimaga? Tilla otishdim, maqtab sopqo'yuvdingiz, jacha qoldi-yu. Nima bo'ldi? Bir oydan keyin tagidan mis chiqib turibdi-ku. Albatta mis chiqadi tagidan. Xo'p. Bundan keyin kesiz, oldiraman ham, soldiraman ham demang. Nimaga? Bir yo'li qoplama qilib qo'yaveraman tepasidan. O'zi maqsadim ham shu edi. Nimaga? O'rnini o'tirmay qoplama qildirib qo'ymoqchi endi, bu bir ikkita akalar aytishdi. Nima deyishdi? Ovora o'lib ustoz oldiga borib qoplama qildirmang. Qoplama qildiradigan bo'lsangiz, aqdagi 2 oyga qolmasdan teshilib qolyapti dedi. Ha, teshilib qolsa, mana bitta tanishlar bor Toshkentda. Ha. Ularnikidan oborib teshigingizni vobshe bekitib tashaveramiz. Nima yeysiz, chaynaganingizda maza qilasizda, uka. Tish doktorimiz, siz yamoqchimisiz? Men boshqa teshikni yamalmayman, tishligini yamayman deyapman. Ofaring. Tushundingizmi? Salomat bo'lsinlar. Mana ozgina boshlab oldik, Xudoga shukr. Lekin bunaqangi ulug' odamlarning oldida hozir gapirishim juda qiyin bo'lyapti. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha hozir sal qizyapmiz. Endi navbatni yana ustozlarga berishingiz katta rahmat, navbat berganingiz uchun rahmat. Yana navbat Sherali Jo'rayevga. Marhamat. Edo'sh ancha yo'lni yurib qo'ydik biz. Hey do'st, ancha yo'lni yurib qo'ydik biz. Yomon yaxshini ko'rib qo'ydik biz. Keling bu dunyoda ne qilding desam, odamga odamlik qilib qo'ydik biz. Kimlarga yoqmadik, kimlarga yoqdik, ishqning ummonida mavjlanib oqdik. Habibim dermi deb termilib boqdik, qalbda ishq olovini yoqib qo'ydik biz. Edo'sh bu dunyoni payoni yo'qdir. Hey do'st, bu dunyoni payoni yo'qdir.
yoktur. Kim şahu, kim gado, kim aç, kim toktur. Dünyaya kelganning hech kechkisi yoktur. Acib bir dunyoga kelib qo'ydik biz. Mashina sal ko'tarib qo'ydik. Kimdir yo'limizga g'ov bo'lmoq bo'ldi. Karama hareketi çapıyor. Siyasi paralel şekil. Kimdir yo'limizga g'ov bo'lmoq bo'ldi. Kimdir uyimizga o't qo'ymoq bo'ldi. Kimdir jonimizga chang solmoq bo'ldi. Tavakkal Alloh deb turib qo'ydik biz. Birgina asbob solinglar, o'sha o'tni toza qilib eshitaylik. Alamni yaratgan qodiri qudrat. Kimga qilich bermish, kimlarga hikmat. Niyat shu tirigimiz baholi qudrat. Yaratganga qullik qilmoq bo'ldik biz ey do'st. Niyat shu tirigimiz baholi qudrat. Yaratganga qullik qilmoq bo'ldik biz ey do'st. Yomonlik oxiri zimiston tuman. Yaxshilik oxiri go'zaldir chaman. So'rsangiz chamansan va yoki tuman. Ezgulik urug'in ekib qo'ydik biz ey do'st. Kimlargadir havas bizning. Kimlargadir havas bizning.